Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Mana bugun Zumrad aypamiz ham provasini aytib keldi. Zumrad aypa tabriklayman. Provangiz yaxshi kunlarga ishlasin. Rahmat. Anaka qiymamadi axir. Ya, Amaladingiz. hammasi Erta bilan aytibsiz provangizni. Sizlarga rahmat. Mana Bahadur aka shuncha mehnatlaringizni mana aka rohati. Hamma domlalarga maxsus akama, Sharif akama, shu yerda yurgan xizmat etib turgan hamma domla Begzod, Jasur aka mana aka. Rahmat. Xudo nazar sizlarga rahmat. Shu noldan o'rgatdingizlar. Shu yerdagi o'quvchilarning ham hammasini tilayman bir urinishda olib kelishini. Amin, aytganingizga. Shu tavsiya etaman shu Gurlan Brend avto shkolasına kelib bir urinishda provasini olib ketishini. Shu turmush o'rtog'imga da rahmat, meni ishonib, uzog'imni yaqin etib o'tirgan. Молодец. Shu uddalaysan dedi, meni uddaladim. Молодец. Xudo xolasa ikki qo'limni ham shu yerda o'qitib berasizlar. Rahmat. Xudo xolasa o'qitib beramiz, nasib etsa. Rahmat hammangizga. Bundan oldingi o'quvchilarimiz ham provasini aytib keldi. Mana Xudo xolasa bundan keyingi o'quvchilarimiz ham tayyorgarlik ko'ryotir. O'qimoqchi bo'lganlar kelaveradi, shu yerda chiroyli deb tayyorlaymiz hammangizni.